Erkak kishi degani birinchi oilasini zo'r qilib qo'yadi-da, keyin ko'chaga chiqib 5 million 10 million xarajat qiladi. Havoyam spetga o'rtoq, menga qara. Bugun choyxona mana yaramaydi. Lochin firmasi go'sht mahsulotlarini qilib berib stolga qo'ymoqchiman. Bo'ldi o'rtoq, o'tirib tur. Men chotki qiyg'ib beraman, xo'p? O'rtoq, yig'ib oldim hammasini. Qara, mana butun O'zbekistonda trend bo'layotgan ziraligingdan ham qo'shganmisan? Shu esdan chiqib qolibdi, ikkita ovor o'shindan. Bo'ldi o'rtoq, saniki. Menga qara, kech payt yana uyingga kira olmagan xotiningdan ruxsat so'rab chiqasan-ku sen choyxonaga. Boraverib o'taman o'zim. Kutaman. Xo'p. Menga qara, choyxonaga kelib tursang bo'lmaydimi? Tavba qildim. Pul topib endi bunaqa o'zidan ketib qolish kerak emas. Tovutingni mana biz ko'taramiz. Eshingdan chiqarmagan. Ya, Sardor ham kelib, sizlar kirib turlaring. Ustingga nima normalniy narsa kiyolsang bo'lmaydimi? Firma damasini haydab keldingmi? Tavba qildim. Boloqo tez-tez shuncha bolalar kutib o'tiribdi. Alohida telefon qilib chaqirish kerakmi seni choyxonaga? Yur. O'g'il bola, erkak kishi degani birinchi oilasini zo'r qilib qo'yadi-da, keyin ko'chaga chiqib 5 million 10 million xarajat qiladi. Sen mana bitta bolalarni oldida ochko ishlayman deb yuribsan, lekin ayoqda ayoling do'konga kelib, Assalomu alaykum. Men bu saskiz bilan 1 litr yog'ingizni qarzga berib turasizmi? sal erkak bo'lgan. Shunaqa erkaklarimiz ko'payib ketdi. Kommentariyada fikrlar qoldirsanglar juda ham xursand bo'lardim. O'rtoqlar, sizlar uchun Lochin kalbasi mahsulotlaridan reklama qildik. Bemalol xudo xolasa 12 viloyatdan ishlaydigan biznesmenlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Birinchi qo'ldan o'zingizlar xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat, telefon qilishdan kutamiz.